Nur televizionining hurmatli ko'ruvchilari, assalom. Bugun chorshanba 1394-hijril Saraton oyining 10 va melodi 2015-yil jun oyining 31. Yangiliklar qisqa satrda. Afg'oniston va Pokiston aro chegarasida ikki ülke xavfsizlik kuchlari orasida to'qnashuvlarning yuz berishi, Milliy mudofaa vaziri hamda mahkama va Markaziy bank nomzodlarining majlisdan ma'rifiy bo'lishi va Eron hastayı muzokaralarni tamdiz bo'lishidan so'ng Obamaning izoratlari. Men Muhammad Shukur Ortosh, O'zbekcha xabarlar bilan sizlar xizmatlaringizda. Afg'oniston hamda Pokiston chegarasi orasida ikki ülke xavfsizlik kuchlari o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 8 pokistonlik qatl etilgan. Ichki ishlar vazirligi mas'ullarining aytishicha, ushbu to'qnashuv Pokiston harblari tomonidan Afg'oniston tuprog'ida ta'sisotlarning qurilishini oldi olinish uchun yo'lga qo'yilgan. Natijada Afg'oniston harblaridan birtasi shahid bo'lgan. Ana shu holda Milliy xavfsizlik riyosati Doish guruhi tahdidlari bilan qarshi kurash uchun xos bir qit'ani qurishdan xabar bergan. Uzoq zamonki pokistonlik nizomlar o'lkaning chegaralik sohalarida ta'sisot qurishiga urinadi va ularning ushbu iqdomi har zaman o'lka xavfsizlik harblarining qarshiligi bilan chalishgan. Eng so'nggi mavridda seshanba tun Paktika viloyat Barmal tumanining Angurhada mintaqasida pokistonlik harbiylar tomonidan Afg'oniston to'prog'ida ta'sisot qurilishi uchun to'qnashuv yuz bergan. Mamlakat ichki ishlar vazirligi ushbu to'qnashuvning ta'yid etib aytganki, zamonaviy xavfsizlik harbiylar Pokiston harbiylar amali to'g'risida to'siq bo'lgan ushbu to'qnashuv yuz bergan. نظامیان پاکستان یک بک تخطی سرحدی دست میزنه که مار تاسیسات است که از طرف پرسنل کندک 8 زون نمبر 402 سرحدی ما ممانعت صورت میگیره. متاسفانه باعث برخورد میشه که یک تن از قهرمانای پلیس سرحدی ما به شهادت میرسه و از این تاسیسات ممانعت صورت میگیره و بر اساس راپورایی که ما از رسانه ها دریافت کردیم 8 نفر از نظامیان پاکستان هم در آن سوی مرز کشته میشه. Mamlakat ichki ishlar vazirligi aytganki, ushbu to'g'rida tekshirishlar davom etmoqda. Ushbu voqeaning nima qism yuz berganligi ochiqlansa, لازم طبعا روی چگونگی وقوع حادثه و جزئیات بیشتر حادثه نیروهای سرحدی ما دست به کار شدن. هیئت و کسایی که نیاز است تا بره به ساحه و ایره بررسی بکنه. این یکی از اقدامات بود که پلیس سرحدی ما روی دست گرفته. این holda Milliy amniyat riyosati so'zchisi aytganki, Doish guruhi yana shu hozirda Afg'oniston uchun bir buyuk o'qtirishga o'zgarilgan. U shuningdek aytganki, ushbu guruh bilan muqobala etish uchun Milliy amniyat ishchilaridan ham shomil bir xos qit'a qurilgan. ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که متشکل از بخشای اپراتیفی می باشه، بخشای تحلیل و تجزیه ما است و قطعات خاص عملیاتی ما تشکیل داده. Milliy amniyat riyosati so'zchisi Milliy amniyat harbilari to'g'anoyliklaridan so'z berib ta'kid berdiki, ushbu harbiylar mamlakat turli mintaqalarida bari turli harbiylarning tarkib etadi. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر علیه گروه داعش و تمام گروه‌های تروریستی چی داخلی باشن چی خارجی مصروف مبارزه است و در سر تا سر افغانستان هر گروهی که تهدید به امنیت افغانستان تلقی شود این وظیفه اصلی ما است که ما در مقابل از اونها مبارزه کنیم و اون تهدیدها را در نطفه خنثی کنیم. Shuningdek, mamlakat mudofaa vazirligi aytadiki, ana shu hozirda mamlakat 8 viloyatda 10 amaliyot davlat qarshi guruhlari muqobilida davom etayotgan. Ana shu amaliyotlar natijasida hozirga qadar 73 isyonchi halok bo'lgan. Jumhuriyat riyosatining 2-o'rinbosari Milliy mudofaa vazirining ma'rifiy qilish bilan majlisda ishonch bergan kim hech bir terrorist guruhining ijozasi bo'lmagan Afg'oniston xavfsizligini tahdid qilsa, u shuningdek majlis a'zolaridan istagan Milliy mudofaa vaziri, Oliy mahkama hamda Markaziy bank nomzodlariga ishonch ovoz bersinlar. Ana shu holda Jumhuriyat riyosatining 2-o'rinbosariga ko'ra, yaqin kelajak kunlarda saylovlar nizomida islohot keltirish komissiyasi o'z ishlarini boshlaydi. Milliy birdamlik hukumatining qurilganidan qarab 9 oy o'tib bormoqda, ammo hozir ham mudofaa vaziri sarparast.
Yangidan chorshanba kuni Cumhur raisi 2-o'rinbosari Ma'sum Istonakzayning Mudofaa vazirlik nomzodi sifatida parlamentga ma'rifat etgan va shuningdek Xalilullo Siddiqning Markaziy bank riyosati nomzodi hamda Anisa Rasulova va Said Yusuf Halimning Oliy mahkama a'zolari nomzodi sifatida ma'rifat etgan. Cumhur raisi 2-o'rinbosari aytganki, hech bir terroristga ruxsat bermaydi to o'lkaning tahdid etsa. O shuningdek xavfsizlik harbiylar muqovamatining Tolibon muqobilida olqishlab aytganki, hozirgi sharoitda davlat qarshi guruhlari qiyin sharoitlardan foydalanib xohlaydilarki, qudrat namoyon qilsalar, ammo ularga ushbu fursat berilmaydi to Afg'oniston mardimiga tahdid solsa. Cumhur raisi 2-o'rinbosari Doish guruhining o'lka bir qator mintaqalarida huzur topgani tomon ishora etib, ushbu guruhlar bilan jiddiy muqobala etishiga ta'kid bergan. Ammo این آرزو را به گور خواهند برد و مردم مسلمان ما با صفوف فشرده و با حمایت قاطع از دولت و نیروهای جانبرکف امنیتی خود هرگز اجازه نخواهند داد که مزدوران بیگانه و تروریستان بین المللی به نام طالب یا القاعده و داعش بر این سرزمین حاکم شود. Cumhur raisi 2-o'rinbosari shuningdek va'da berganki, saylovlar nizomida islohot keltirish komissiyani yaqin kelajakda o'z ishiga boshlaydi va umid bildirganki, ushbu komissiyaning o'z ishiga boshlanishi bilan saylovlar nizomida islohot keltirilsa va moli qiyinchiliklarning hal bo'lishi bilan parlament saylovlarining barguzor etilishi tarixi ham mushaxxas bo'lsa. ما امیدواریم با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در روزهای نزدیک زمینه اصلاحات لازم در سیستم انتخاباتی ما فراهم گردد و با رفع مشکلات تکنیکی و مالی تاریخ و تقویم انتخاباتی هر چه زودتر اعلام شود. Cumhur raisi o'rinbosari shuningdek majlis a'zolaridan istak bildirgan tonitilgan nomzodlarga ishonch ovoz bersalar. شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم که هر چه زودتر به همه این 4 شخصیت ما رأی تایید دهید تا انشاءالله وزارت دفاع ما و سربازان دلیر و فداکار ما بتوانند در سایه رهبری مدبرانه وزیر خود مسئولیت و رسالت خود را به بهترین وجه ادا نمایند. Baynaldagi Cumhur raisi 2-o'rinbosarining aytishiga ko'ra, ana shu hozirda 26 viloyat hokimlari tanlangan va qolgan viloyatlar hokimlari ham yaqin kunlarda tonitiladi. U shuningdek itminon berganki, asosiy qonunda nazoratchi komissiya a'zolari ham kelasi kunlarda parlamentga tonitiladi. Qaror bo'lgan Shanghai tashkiloti Afg'oniston xavfsizligi uchun yaqin kelajaklarda xalqaro konferensini yo'lga qo'ysalar, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu aytgankim, ushbu tashkilotning kelajak o'ltirishlardan biri Afg'oniston xavfsizlik masalalari borasida bo'lishi mumkin. Shoygu janoblari ushbu tashkilot namoyandalarining Sankt-Peterburgda bo'lgan o'ltirishdan so'ng aytgankim, Afg'oniston xavfsizlik vaziyati Shanghai a'zolari uchun xavotirli bo'lgan. Ular kelishganlar kim to Shanghai yordashma tashkilotiga tegishli o'lkalarning milliy stat artish raislarini qatnashishlari bilan joriy yilning oktyabr oyida Moskvada yo'lga qo'ysa, Rossiya mudofaa vaziriga ko'ra, Afg'onistonning barcha chegara o'lkalari ushbu konferensdan da'vat etiladi. Aytilishicha, Shanghai yordashma tashkilot namoyandalari Rossiyaning Sankt-Peterburgda bo'lgan seshanba kuni o'ltirishda dunyo va mantiqa amniyati borasida so'zlashishlar o'tkazgan. Namoyandlar kengash boshlig'i majlisning difoi hamda ichki xavfsizlik komissiyalariga farmon bergan tashqi o'lkalarning eski jihodiy qo'mondoni Jon Ahmadxonning uyida qilgan hamlasini jiddiy shaklda tekshirsinlar. Boshqa tomondan majlis a'zolaridan bir qatorlari Jon Ahmadxon uyida tashqi kuchlarning hujum qilishini hukumat ichida bo'lgan guruhlar tomonidan bo'lganligini aytib, ularga ko'ra ushbu guruhlarning hadaflari o'lkada amerikaliklar bilan Doishning rishd berishi bo'lgan. Ular ushbu hamlani qoralab milliy hokimiyatning qarshiligida bo'lganligini aytadilar. Amerikalik harbiylarning Parvon viloyati eski jihodiy qo'mondonlaridan biri binosi ustida uyushtirgan hujumi ki ushbu qo'mondonning qurol omborini taxrib bo'lishi sabab bo'lgan jiddiy qarshiliklar bilan chalishgan. Hukumat ijroiya raisi Dr. Abdulla seshanba kun Parvon viloyati borib ushbu qo'mondon va mahalliy katakonlar bilan ko'rishib so'zlashgan. Dr. Abdulla Jon Ahmadxon binosi ustidagi hujumni jiddiy sangrab tekshirilishini aytib,
ta'kid berganki, hech bir kechaga ruxsat bermaydi to mujohidinga ziyon yetkazsa. Shuningdek, Sanoq kengashi a'zolari xorijiy harbiylarning Afg'onistondagi hujumlarini o'lka manfaatiga bilmay ta'kid berganlarki, ushbu vaziyat davomi o'lkada ortiq tinchsizliklar sabab bo'lishi mumkin. Ushbu bois chorshanba kun Milliy kengash a'zolaridan bir qatori ushbu hodisaning qoralab, uning hukumat ichkarisida bo'lgan bir qator jarayonlar tomonidan ta'sisi o'qigan. یعنی معلوم میشه که یک تعداد جاسوس ها، یک تعداد کسایی که مزدور بودن بر امریکایی ها و بر بیگانه ها فقط به خاطر یک سناریوی جدیدی از دستگاه ارگ ریاست جمهوری سازماندهی شده آمدن این مسئله را مطرح ساختن و بمبارد کردن یک منطقی را که دیپوی مهمات بوده. این یک نوع توطئه است که از داخل ارگ ریاست جمهوری طراحی شده جناب رئیس صاحب. از بین بردن دیپوی اصلاحات در ولایت پروان در صورتی که در 13 سال کوچکترین تحریک وجود نداشته، چطور امکان داره که در زمانی که داعش رشد میکنه، طالب رشد میکنه، روز به روز فعالیتشان بیشتر شده میره، باز این دیپو از بین برده میشه. این یک نوع برنامه است مردم را نگران ساخته. فقط عملکرد حکومت وحدت ملی بر ضد مجاهدین، بر ضد کسایی است که بر ضد طالب جنگیدن، میجنگند، بر ضد داعش استادگی میکنند، استادگی کردند. این holda Milliy kengash a'zolaridan bir qatori ushbu hodisaning hukumat tomonidan jiddiy tekshirilishiga ta'kid berganlar. راپوری وجود می داشته باشه، اگر مشکلی وجود می داشته باشه، باید مطابق قوانین افغانستان و با هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان تلاشی صورت بگیره. Yana bir tomondan Milliy kengash boshlig'i amerikalik harbiylarning eski jihod qo'mondonlaridan biri binosi ustida uyushtirgan hujumini qoralaydi. U ichki amniyat va mudofaa umuroti komissiyalariga buyruq beradi ta ushbu qazyaning jiddiy sangri tekshirsalar. جا داره که کمیسیون امنیت داخلی من حیث کمیسیون اختصاصی در این راسته با مسئولیت و با ارگانهای کشفی و امنیتی حکومت در میشه کمیسیون تفتیش مرکزی و دفاعی هم باشه، 3 کمیسیون بروه این قضیه را جدی بررسی بکنه و نتایجش به خانه ملت گزارش بده. Ushbu bois Milliy kengash a'zolaridan bir qatori o'lka bir qator mintaqalari amniyatsizligidan xavotirdalar. Ular hukumat rahbarlarining o'lkada doimiy tenglikning qarorlanishiga tavajjuhsizlikka ayblaydi. اکثر ولایت افغانستان روز به روز زیاد شده میره و اکثر راههای مواصلاتی و اکمالاتی به دلایل مختلف مسدود است. مسدود بدین معنا که هیچ کس نیروهای دولتی یا کسی که در دولت کار میکنه که بخواه به تنهایی عبور بکند رفته نمیتواند. حتی دغه حکومت مش قصدن تباه کوي، دغه دوه ډاکټران مش تباه کوي، مش ټول وژني، د ټول ملت سره دروغ وایي. که دغه کار دغه شي ادامه وکړي نور ولس باید قیام وکړي، د دغه حکومت پر ضد قیام روا دی. Bu in holda Milliy kengash a'zolarining aytishiga ko'ra, ushbu vaziyat davomi o'lkada tenglikning qarorlanishi manfaatiga bo'lmagan. Uqtirish berganlar agar hukumat Afg'oniston amniyati vaziyatiga tavajjuh qaratmasa, Afg'oniston yovlari ushbu fursatdan foydalanadilar. Milliy orduning bir generali Bag'lon viloyatida 19 kilogramm heroinning qochoq bo'lishiga muttaham bo'lib tutqunga olingan. Ichki ishlar vazirligi mas'ullarining aytishicha, mazkur shaxs boshqa 2 hamkori bilan polisning tutqun ostiga qaror topgan. Ana shu holda Milliy mudofaa vazirligi aytganki, Milliy orduning ushbu generali oldidan tekshirishlar boshlangan. Tashqi yangiliklar. Amerika Cumhur Raisi Barack Obama aytgan, agarda Eron hastayı muzokaralarda o'z istaklariga yetishmasalar, muzokaradan chiqishga hech qanday tardid qilmaydi. Obama janoblari nihoyiy tavfiqqa yetish uchun bir haftalik muzokaraatni tamdid bo'lishini e'lon qilgandan so'ng umidvorlik bildirib aytganki, Eron bilan ehtimoliy kelishuv asosida uning hadafi Eronning atomiy qurollarga yetishmasligi bo'lgan ta'min qiladi. Biroq unga ko'ra, agarda Eron hozirgi sharoitda bo'lgan ushbu barnoma asosida amal qila olmasa, vaziyatning yomon bo'lishi mumkin. Shuningdek, Obama janoblarining so'zlari bilan ayni paytda uning Eronni hamkasbi Hasan Ruhoniy Tehronda bo'lgan so'zlarda 1.5 guruhining ehtimoliy kelishlarining naqd qilishi borasida ogohlantirgan. Va so'nggi xabar, Amerika va Kubaning elchixonalari yaqin kelajak kunlarda Ekulkajida ochiladi.
qaror bo'lgan Amerika Jumhur raisi Barack Obama ushbu to'g'rida chorshanba kuni bir bayoniyani sodir qilsa, Amerikaviy maqomlarning aytishicha qaror bo'lgan shunday shubhali bayoniya Kubaning o'lkasi tomonidan surat topib Washington bilan ikki o'lkaning diplomatik daftarlarini ochilishi borasida kelishuvni sodir etsalar, Washington va Havonada ikki o'lkalarning elchixonalarining ochilish borasida daqiq tarix e'lon bo'lmagan. Amerika va Kuba yarim qarndan so'ng qata bo'lingan diplomatik ro'yxatlarni 2013-yilning yarmidan boshlab o'tgan dekabr oyida rasmiy shaklda uni e'lon qilgan kim ro'yxatlarni qaytadan boshlaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, ushbu soat xabarlar ana shulardan iborat. Yana ko'rishguncha xayr, omon qolingizlar.